Odamni qonini tinimsiz tozalab turadigan 2 dona pochkasi bor. Shu pochka ishdan chiqsa, insonning qonini tozalashlik uchun haftasiga 3 marta 6 soatdan o'sha искусственный apparatga o'tkazadi. O'ylab ko'ringlar. Haftasiga 3 marta 6 soatdan искусственный shu tozalashlikka o'tkaziladi. Har safar yig'ina sayish kerak, har safar borish kerak, vaqt ketadi, asab ketadi, pul ketadi, mashaqqat bo'ladi. Ammo buni o'rniga Alloh taolo bizga hajmi tuxumdek keladigan 2 dona buyrakni berib qo'ydi Alloh taolo. Bittasi insonga keragidan 10 barobar ko'proq ishlar ekan. Endi bunaqadan 2 ta. Shuning uchun bitta pochkani olib qo'ysa ham inson yashayveradi. Tabib ukalarimizdan shuni so'rab aniqladim. Bitta pochkani olib qo'ysa, ikkinchi pochka ozgina kattayar ekan. Ko'proq ishlashligi uchun. Bu Alloh taoloning ihsoni emasmi? Bu Alloh taoloning qilgan chiroyli ish emasmi?